emas. Atak men tayyorman-da. Kameraga qarab gapirishim kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Assalomu alaykum. Mana ko'rsatuvimiz mehmoni, ya'ni Assalomu alaykum. Yo, gapiravering. Assalomu alaykum do'stlar. Bo'ldimi? Salom berib qo'ydim-da. Katta ekrandan chiqadi o'sku bu narsa. Yoshlar bolajon kanalida aylanadi, to'g'rimi? Men tayyorman-da. Bemalol nima savol? Shu kunlarda juda ham zvizda bo'lib ketdingiz. Hop, to'g'ri. Ikki kamera shunaqa chiqqan ekansiz. Olib ketishibsiz sizni yo tomonlarga. Ha, to'g'ri. Gapirib bersangiz. Men endi ishonmasligingiz mumkin lekin. Men to'g'risini aytaman, men hech kimni aldamaganman shu yoshimgacha, 29 yoshdaman hozir. O'zga sayyora endi gaplar yurardi oldinlari, eshitgan bo'lsangiz, oldinlari eshitardim, lekin ishonmasdim. Bu bor narsa ekan, men chiqib keldim chunki bordim. Mana qanaqa yuz berganini sizga gapirib beraman. Men Sobir Rahim metrosini bilasiz, to'g'rimi? O'sha yerda tunnelmi nimadir qurilyapti agar ko'z tushgan bo'lsa. Ha. Shunda kechasi o'tib ketayotgandim mashinada. Shunda o'tib ketayotgandim, qarasam shu tunnelda nimadir yonib o'chaverdi-da, bir projektorga o'xshagan narsa. Men keyin qiziqdim-da, tushmoqchi bo'ldim-da, shunda tushim bilan ana o'chdi. Dedimda keyin ketaverdim. Keyin bittimda bakovoyga qarasam, mana margat qo'yibdi-da o'sha tunnelni. Nima ekan deb yana bundan tushib kelyapman. To'xtadim-da, mashinamni qo'ydim. Shunday tushib endi duxazgina balanaman-da, qo'rqmayman hech nimadan. Tushib kelyapman, mana yonib o'tishim mana bunday bo'ldi. Sekin mana yonib o'tish sekinlashdi, ozgina o'rtoqli. Keyin shunday tushim bilan garuvchani o'chdi-da, jo'smi? Shunday o'chib qoldi-da, ana men keyin ozgina endi baribir beton bo'lgan bilan ozgina baribir ana g'ulg'ula bo'ladi-da, yuradi. Qaradim, hamma joy qop-qorong'i, cho'mni. Tinchgina ketay dedim-da, shunday bitta o'girilsam, garuvchi nimadirlar yuribdi-da, o'tdi. Bittani berdilarga, to'g'risini aytaman, mana qarang, shirin bo'lib qo'ygan. Bittani berdi. Bitta ko'zimni ochsam, qarorchi bir boshqa joydaman. To'chini O'zbekiston emas-da. Yo, siz adashayotgandingiz, balki o'zimiz pepishlar bo'lsa, anaqa. Yo, men gapimmi bo'lmay, buni bitta ko'z ochsam O'zbekiston emas-da, lekin. Ne to'liq O'zbekiston, mana shu dunyo ham emas-da, bir boshqacha-da, ana yonib o'char, lampochkalari ham, odamlari ham boshqacha-da. To'xta, endi oshiryapsiz, okey, oshiryapsiz. Ishonmayapsizmi-da? Menimcha bor gapni aytaman. To'xtang, siz anu yaqinda chiqdi. Jumaniyoz otamikin. O'shanga o'xshab sizda bo'ldi. Yes, aka unaqa dema, men ularni ham ko'rdim o'sha yerda. O'sha yosh kattaroq dodani aytasiz-da, to'g'rimi? Ha, ko'rdimmi men ularni? O'shandan so'rang telefon qilib ishonmasangiz. O'sha yerda ko'rdingiz. Mani Spros qotuvdi o'sha yerda, ya'ni o'zga sayyoralik Spros qotuvdi. O'sha aka kofemi, choy nimadir ichib o'tiruvdi. Menga bundoq qarab, g'alati qarab qo'ydilar. Keyin men olib kirib ketdi xonaga. O'sha Spros qildi, nima, yoshingni ichida qolasan, tudan-sudanni. Keyin shat tez-tezdan savollarga to'g'ri tekst javob ber. Shuna bitta chiqsam, mana otaxon yo'qdi. Qidirdim. Topolmadim. Ketib qopti-da o'zimizning sayyoraga. O'shani men Bunu kamerani o'chiringlar. Вообще oshirordingiz aka. Bu stop kamera. Oshirordingiz. Mana sharmanda bos hozir kimdan intervyu oling deb so'rashar aka. Zvizda bo'lmoqchimisiz? Ochiqini aytavering. Bunaqa hammani xalqqa aldab. Yo'q, men mana bundoq aldab do'stlar, tushunmayman. Sen ishonmayapsanmi? Aka, sansiramay gapiring. Yo'q, nimaga meni chaqirdingmi uni? Kamerani o'chir, aka. Ramkaga turib gapiring. Nima do'st hozir? Kim ishonadi bu ertangizga? Yo'q, men mana sen tarelka qanaqa? Men ishonmaysan. O'ma qarayga demadim sen, bitta ko'zimni ochsam shu boshqa joyda ekanman. Menga aytdi-ku, qolsang bo'ladi, bu shunday qolib mazza qilib yashaysan dedi. Qizlar ham bor ekan o'tdi. Lekin chiqaringlar bu odamni. Voy sen hazillashyapsanmi nima do'stsan? Nima do'stsan? Ishonmayapsanmi? Ashara kiyib qo'yaman menga o'zingni bo'ldi. Ishonmayapsanmi? Menga qara, bashara bitta tashiymi? Bo'ldi, aka. Nima meni chaqirding? Takka chaqirdingmi ishonmasang? Yo'q, bo'ldi, aka. Shiramlarimni ko'rsataman o'zim. Aka, borib kelgansiz, aka.
Tushundingmi? Unaqa aldavoz deb tashlama menga o'shani otadan so'ra xohlasan. Nomerini bermay gaplashaman. Ko'rdim mana o'sha. Bo'ldi, aka, nima bo'lgandi? Prosta syomka qilmoqchi edim, mana zaryadkam yo'q ekan o'sha joyda. Zaryadkam o'chib qolgan ekan. Men tushundim, aka, bo'ldi. Ishonmasang uni chaqirmayman. Bo'ldi, ishon, prosta hazillashdim, aka. Mana menga qara, yana bitta gap aytaman senga. Mana grillni qattiq ko'rgansan. Grill nima deb pishadi bizda? Grill anaqa duxovkada u tamirda pishadi. Uladi. Shundoq mana grillni olib keladi, bitta qozoni bor ekan, takoy. Shundoq qozonga shundoq grill bor, shundoq. Ana tovuqni bor, tovuqni shundoq bitta tashlayapti, tirik. Qopqog'ini bitta yopib 1 sekund shundoq bitta ochadi, shundoq grill chiqib kelyapti. Ko'rdim men shu narsani. Aka, menga qarang, grillning rangi sarg'ishroq emasmi? Unaqa bir sariq emas, lekin ozgina tortadi sariqga. Ko'rdim, lekin yeb ko'ra olmadim o'shani. Irgandim ozgina. Ko'rdingizmi? Topib olgansiz. Mana bu ishonyapman, aka, ishontiraman. Ishonyapsanmi? Gap yo'q ekan. Mana shunaqa ishonish kerak-da. Men u yana nimalarni ko'rdingiz, aka? O'tdami? O'tda anaqa yo'l qoidalari deydi, qanaqa ekan? Ha, yo'l qoidalari shu joyda men endi bir 2-3 kun emas, lekin 1,5 sutka yashadim, ko'rdim. O'tda ham mana mashinalar bor ekan, lekin mashinalar nomini bilmadim. Baloni ham yo'q mashinalar. Ozgina bir g'alati mashinani. Eng qizig'i shundaki, ana ichimlik bor ekan-da o'tda. Ichkilisiz va umuman haydash mumkin emas ekan mashina. Ha, bizda ichkiliklar ishtiraf yozadi. Gaylari bor. Ichib agar to'xtatmasa, haydovchilar ketdi, chopilib ketar ekan. Ishdan haydaladi, pensiyaga chiqa olmas ekan. Haydovchi ham ichgan bo'lish kerak, keyin anaqa gaishlik ham ichgan bo'lish kerak. Bitta narsaga shundoq, bitta narsani guvohi bo'ldim. Kuzatib turibman, bitta gay to'xtatdi, men to'xtadi, bundoq palkasi bilan to'xtatdi. Endi to'chini eslolmayman, shundan ketkazib qaytarib yuborishdi-yu meni. To'xtadi, bitta mashinani to'xtadi. To'xtatdi, mashina kelib to'xtadi, rangini ham bilmayman. Bizda yo'q unaqa rang bor, mashinaning rangi vobshe g'alati ekan. Shundoq bitta to'xtab tushib kelyapti-da, trezvi kallada chonsam, bitta qanaqadir bir g'alatiroq bilmayman, esimda yo'q to'chni, lekin odam kelyapti-da, garchi, aka, uzr, iltimos, kechani tug'ilgan kunda edim, o'shaning uchun olmadim, yo'q, tuzdan tushuntiryapti-da. Keyin gayet o'zim hozir tushunmadim sen. Men ichmasdan yuribsan deyapti. 01 san garchi doy. Bizani 01 o'tda ham test qilar ekan-da. 01 bor ekan o'tda, faqat ichmasang 01 hisoblanar ekan-sanda. Keyin anoni ayoli bor ekan-da, mashinani ichini kuzatib turibman, chetdan burchakdan mana shundoq qarab turibman. Endi meni ko'rib qolib, yo'q, urib tashlamasin deb, sekin poylab turibman-da. Keyin garchi o'shani ayolichi ichib olganni, shu kayfda-da, nima bo'ldi, nimaga manazin. Okajon, bir gal kechiring, gayga aytdi. Bir gal kechiring, endi bir yurib qo'yibdilar, trezvi, iltimos, yo'q, gayishni bitta gapirdi, kayf qo'rdim, shu joy. O'tdan shopir menga qarab, o'zim juda tushunmadim, dedim, g'alati ekansan. Mana tuppa-tuzuk, mana alkash piyonista xotining bor ekan. Qat'iy emas, ichmagan payti shundoq berib qo'ysang bo'ladi, yururlar. Chossanmi? Yo'q, aka, anaqa 8 metrli kompyutersiz ham ko'rdingizmi? Qanaqa nomini? Yo'q, endi o'shani men ham eshitdim, mana otaxonning gapi bu, 8 metrli kompyuterlar dedilar. Endi to'g'ri ozgina yolg'on qo'shibdilar, unaqa 8 metr emas, shu 6 metrdan ozgina bir uzunroq, 6 metrdan uzunroq. Lekin bor o'shanaqa kompyuter, bo'tdi-yu syomkada. Lekin o'rtoqli shunaqa kompyuter ko'rdim men, lekin ko'rgan aka bor. 6 metrdan ozgina oshiqroq. Yana nima savol? Nomi nima ekan o'sha kompyuterning nomini? Kompyuterning nomini hozir aytaman emas, Huawei'mi? Huawei'mi? Yo'q, Huawei'mi? Shu bilan boshlanadi. Huawei'mi? Esimda yo'q, bir uzoqdan ko'rdim, endi katta yozilgan, men uzoqdan ko'rsatishdi-da menga. Shoxima qanaqadir quroli bor ekan, yaqin yo'latishmadi meni. Bilmayman, nimadir savollar berishdi, o'zimda emas, men o'zim kela olmayman. Yana nima savolingiz bor, aka? Yo'q, endi savollar ko'p.
Sizda endi eshitishim bo'yicha ularda hokimiyat degan narsa qiziq ekan. Shu haqda ham gapirib bersangiz, qanaqa mahalla? Hokimiyat, mahalla komiteti bor, hokimiyati yo'q ekan. O'tdachi men точно yolg'on bo'lib qolmasin nomanda, ya'ni yolg'on gapirib chisat qilyapti, mana chiqib qolib deyishmasin nomanda, syomka bo'lyapti, to'g'rimi? O'rtoqlar, men yolg'on gapirmayman, ishonaveringlar. Men islomiyman, to'g'risi, lekin hokimiyati yo'q ekan o'tda, bor. Qanaqadir bir seryozni okalar bor ekan, o'shalar rishat qilar ekan, любой problema. Hokimiyat lekin unaqa narsa yo'q. Qanaqa ich chakishlar, qanaqa bor ekan o'tda? Ichimliklar bor ekan, takoy endi islomiyman, точно, lekin ichimlik, ya'ni sigaret emas, lekin o'shanga o'xshash ekanda, katta yo'g'on narsa ekan. Mashina katta-da, mana mashina. Uni mana biz bitta mana barmoq bilan ushlab chakamiz, ular ikkita qo'l bilan ushlab chakar ekan. Nimaligini bilmayman lekin. Qib chakdi-da, shu ozgina esla olaman, hattoki nima bilmayman. Siz ham chakib ko'ribsiz, chakmadingiz? Yo'q, men chakmadim. Chekmayman, nima okeyman. Sport bilan shug'ullanaman. Oxirgi savolimiz. U sizga yoqqan bo'lsa, men qaytib keldingiz. Yo'q, menga yoqdi dedim, okey. Yo'q, zo'r ekan. Menga yoqmadi. Yo'q, endi ozgina boshqacharoq ekan. Menga aytishdi, qoling deyishdi, men lekin men iltimos qildim, okeyman. Ishlarim ko'p o'zimni sayyoramni yaxshi ko'raman, ketay deb bu yoqqa ozgina muomala qiluvdim, bitta tushunadiganim bor ekan. Shundoq kelib turib bittani berdi, ya'ni shundan ketdim. Bitta ko'zimni ochsam, o'sha ertalab Sobir Rahim metrosidaman, metroning tepasida yotgan ekanman. Demak, bor ekan, haqiqatan. Bor narsa bu, hattoki men o'zim to'qiyotganim ham, brat, bu bor narsa. O'shani otadan so'rang, xohlasangiz qidirib toping o'shani. Yana shundoq ayting, rejiroq bola ko'ruvmidingiz o'sha yerda deng, meni ko'rgan aytadilar. Uzoqdan tak ko'rdilar, lekin men yolg'on gapiradigan odatim yo'q, brat, ishonavering. Bo'ldi, ishondim. Baribir xalq ko'radi-yu videoni, to'g'rimi? Azizlar, mana ishonmagandik. Bu odamga ishonmaganim to'g'ri, mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar, lekin ishonishga majburman hozir. Ishondim deyilgan. Ishondim, sizga ishondim. Ha, bo'ldi, shuga men. Tarelka chiqqan odam. Tarelka demadim, aka, qo'shmayman unaqa o'zidan. Biroz bilmayman, prosto bittani berdi, hushimdan ketdim. Qanaqa bo'lib ketgan bilmayman uni. Qaytishda ham bitta bilan qaytarib yubordim mana. Bittani berdi, qaytarib yubordim mana. Bo'ldi, men ketsam bo'ladi. Tugadim intervyular. Stop. Gapiraymi nimadirda? Stop bo'ldim. Okey, lekin to'g'risi urib xato oshiramiz lekin. Seriozga. Yo'q, hammani shunaqa bo'ldi. Ishonishmadi ukam, chaqirmang, ishonmasang keyin sizlar. Yo'q, gaplashamiz aka, o'rganingiz uchun. Qanaqa tarelkangiz bilmayman men. Maylovchilik qilasiz, urasiz. Sen yana ishonmayapsanmi menga? Qanaqa shuncha gap kimga gapirdim? Aka, videoni qo'lingizda qattiq va kuchli ekan, shundaymi? O'zingizga hozircha qarang. Videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang.